Assalamu alaykum hammaga, O'zbekistondagilar va musofirdagilar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Hammangiz yaxshimisizlar, sog' omon yuribsizlarmi? Mana kommentariyalar ichida bitta ayol kishi kommentariy yozibdi ekanlar, qozoningizni nima bilan yuvasiz deb. Endi hozir ovqat pishirib turgan qozonimni har safar oddiy shu gel hamda posuda yuvadigan gel bilan, keyin shuni gelni hamma vaqt chayniy soda bilan duz solaman ichine. Shu pastalarni shu narsa bilan yuvaman, lekin uksus sasam bo'ladi. Buni hamma biladi. Bu yangilik emas. Men prosta bugun shu ayolimiz so'rab o'tgani uchun ko'rsatib o'tchakman bu narsani hozir. Men olib berayim. Как раз bugun tamom bo'lgani uchun bu geldan shuni solib ko'rsatib edim. So'raganlar uchun. Duz salaman. İçerlemi sasanızlar izleriz bilasizlar. Keyin hozir bunda az qolibdi chayniy soda. Hamma narsaga yaxshi yaldiratadi, naylanam, stakanlanam, vajlanam. Ko'rsam turibmi? Hozir laparata beklayman. Chayniy sodadan solamiz. Ansatqina. Chayniy sodadan qo'rqmay solaverasizlar. Avval ko'pincha chayniy sodadan pedallangan kul, hech qachon bundan gel posudalar bo'lmagan-ku, shu bilan. Endi bo'lsa gel posudadan solamiz buni. Aytib o'tgandek, uksus sasam bo'ladi. Endi men uksusda elni o'yib bermasin deb, ya'ni qo'limizga shikast yetkazmasin deb solmayman, lekin xohishga ko'ra ozgina solib bersangizlar ham bo'ladi. Endi bunga hozir ozgina suv solamiz. Geldan ham bitta ekonom bo'ladi-da. Shunday turib, endi buni choy olamiz. O'zi keyin turib ham eriydi-ku. Ya bo'lmasa o'zi bir idishda aralashtirib turib, keyin bunga sasanızlar ham bo'ladi. Men hozir endi qistovda men hamma qilib ketadigan usulini ko'rsatyapman. Ena o'zi erib, duradi. Endi men qozonimni hozir bo'shatdim, ya'ni ovqatsiz, lekin bulaşıp duruptu. Az şunu taza qozon o'zi. Bu qozonni aytaman-ku, men 7 oy bo'ldi ishlataman. Ya'ni fevral oyida ishlatib kelaturman. Hozir ovqat pishirib yurgan qozonimni uzr. Sababi bu qozonni olib qo'ydim u yana ikkitaman deb, keyin qarasam hali u yana ketadigan emas, shuning uchun bu yerda ishlatib boshlayverdim. Ashundan gap chiqib aytayapman. Shuning uchun fevral oyidan bana ishlatib boshladim. Fevral, mart, aprel, may, iyul, avgust, sentyabr. 8 oy bo'libdi, uzr. 8 oydan beri ishlataman ekan. Indina o'zi arib turaveradi. Asmashura pishirdim. Shu qozonni yuvamiz yana. O'zi toza qozonni yuvib ko'rsatyaptirsan demanglar. Endi har safar shu bulashqandan nishab yuvganimni ko'rsatyaptirman. Shu 8 oydan beri. Nafaqat bu qozonni o'zi uydagi qozondan shunday turib, hozir ochib berayim deb. Hamma shunday yuvaman dejakmanda. Hozir boshda bu yerda yuvib ko'rsatacakman. Suv solamiz endi. Oddiy gubka. O'zi rakovina diyorum, bazı rakovina sığmaydı. Aytibman-ku, berkim ko'plar aytib o'tishi mumkin, o'zi toza qozon, qora qozonni ko'rsatmading deb, lekin har safar ishimda yuvar edim deb sizlarga aytchaqman-da. Agar ne bo'ladigan bo'lsa, masalan, plovlarda qiyin olgan qattiq
Yapışqanroq bo'ladi-ku baribir. Bularda demir cho'tka ishlataman yuvish uchun. Hozir demir cho'tkani. Har safar shu orqasi elde bilan bir qator yuvib bersangiz bo'ldi yana. Qarang, tushirmay turibmanmi o'zi? Agar aytib o'tganimdek katta bo'ladigan bo'lsa, ishimning demir cho'kkadan sho'rlari bilan har safar yuvaman. Kattıroq ish qilaman. Endi az demir cho'tka shartmasada prosta ko'rsatyapman. Yine bo'ldi, ko'rib turganlaringizdek taptoza bo'ladi hozir. Shu ko'pikdan hozir orqasini aylantirib beramiz. Har safar shu 5 minutga bormaydi. Yine şundan hali imbirler yine ağzına sarayım. Yine. Kapatmam, xuddi shuningdek. Shu narsa bilan sredstvo bilan yuvamiz. Oldu. Ne oldu hürmetli obunachilarimiz? Shuningdek usulda har safar yuvib tozalayman. Endi shundan hali ishlari ozgina sarayib boshlagan. Boshda ishlatganimdek emas, baribir ham qopqoq lekin yaxshi turibdi. Shuni ham harakat qilamizdan endi. Hurmatli obunachilarimiz, shuning bilan esa bugungi video rolikimizni yakunlaymiz. Bu obunachimiz aytib o'tganimdek shu kozamizni navda yuvasiz degan obunachimiz uchun edi. Rahmat kattakan e'tiboringiz uchun. Hamma vaqt sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Uzoq yaqindagilar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Musofirdagilar kesalaringizga dollarlar, yevrolar tilab qolaman. Allohim panohida bo'lgaysizlar. Boringizga shukr.